Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, oppa, singillar. Mana tadbirkor o'zbeklarim. Bugungi videomizda Vazirlar Mahkamasining 244-qarori kirgani va bojxona to'lovisiz O'zbekistonga olib kirilayotgan tovarlarni, mahsulotlarni limitlari qanchaga pasayganligini bu videoda biz sizga yoritib aytib o'tib ketamiz. Videomiz yanada maroqli bo'lishi uchun qo'lingizga muzdekkina sharbat yoki bo'lmasam qaynoqqina choyni olasiz va bugungi dasturimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Quyidagi qaror kuchga kirgandan keyin birinchi bo'lib turib biz Lexus saytiga kirib turib bu qaror haqida bir sira o'rganib chiqdik va ko'p tushunarsiz terminlar bo'lganligi uchun biz tushunmadik va bojxona qo'mitasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilganimizda u yerga bizga xodimlar juda ham go'zal tushuntirib berishdi. Marhamat, eshitishingiz mumkin. Da, eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingizmi? Ismim Akmaljon. Qarshidan telefon qilayotgandim. Ham bloger biz, o'sha xalqqa 7 yildan beri xizmat ko'rsatamiz, olib kelib beramizda yuklarni. Amerikadan, Rossiyadan, xalqaro kuryerlik jo'natmalaridan foydalanamiz. O'shanga hozir nima o'zgarish bo'ldi deb kecha bizga kuryer kompaniyalari telefon qilib aytib chiqdi-da. Shuni bir ikki og'iz tushuntirib bersangiz, xalqimizga manfaatli bo'lsin deb ana video chiqarmoqchi edim, aka. Demak, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 19-aprel kuni ayrim turdagi tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 244-son qarori qabul qilindi. Qaror bilan 2025-yil 1-maydan e'tiboran, ya'ni bugundan jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyoj uchun notijorat maqsadlarda respublikaga olib kiriladigan tovarlarning bojsiz olib kirish normalari belgilandi. Agar siz havo yo'llari orqali, ya'ni samolyotda kirib kelsangiz, demak, xalqaro aeroportlarimizda endi 1000 AQSh dollari miqdoridagi o'zingizni shaxsiy ehtiyojingiz uchun mo'ljallangan tovarlarni bemalol bojsiz olib kirishingiz mumkin, lekin bu me'yor shu paytga qadar 2000 AQSh dollar edi. Agar poyezdda kirib kelsangiz O'zbekistonga, demak 500 AQSh dollari miqdorida tovarlarni bojsiz olib kirishingiz mumkin. Avtomobilda yoki piyoda ravishda kirib kelishda bu me'yor o'zgarmadi. Ilgari ham 300 AQSh dollar edi, hozir ham demak o'zgarishsiz qoldi, 300 AQSh dollari. Bundan tashqari, demak sizning savolingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, endi jismoniy shaxslar kuryerlik jo'natmalari orqali bir oyda 200 AQSh dollari qiymatidagi tovarlarni bojsiz olib kirishlari mumkin. Ilgari bu me'yor bir chorakda 1000 AQSh dollarini tashkil qilar edi. Umuman tahlillarimizga ko'ra, bugungi kunda mana shu respublikamizga kirib kelayotgan kuryerlik jo'natmalarining o'rtacha qiymati o'rganilganda haqiqatan ham 200 AQSh dollarini tashkil qilishi ma'lum bo'ldi. Yuqoridagi me'yorni belgilashda aynan shunga asoslanildi. Endi ochig'ini aytish kerak, jismoniy shaxslar tomonidan tovarlarni bojsiz olib kirish normalarini qisqartirilishiga sabab bo'lgan eng katta omillardan bittasi bu mana shu shaxsiy ehtiyoj uchun degan niqob ostida mana shu normalarni qaysidir ma'noda suiiste'mol qilib tovarlarni, tijorat maqsadidagi tovarlarni olib kirishga bo'lgan urinishlar oshganligi to'g'risini aytish kerak. Sabab bo'ldi, bu xohlaymizmi yo'qmi, ichki bozorda o'sha raqobat muhitiga ta'sir qiladi, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning qaysidir ma'noda manfaatlariga ziyon yetkazadi. Shu maqsadda mana shu kabi tartibotlar qo'llanildi, ya'ni bugundan kuchga kirdi. Albatta, mana shu bojsiz olib kirish me'yorlari birinchi galda aytish kerakki, jahon standartlariga muvofiqlashtirilmoqda. Chunki agar xorijiy tajribaga qaraydigan bo'lsak, mana Yevropa ittifoqida ham tasavvur qiling, mana iqtisodiy taraqqiy etgan Yevropa ittifoqi davlatlarida ham agar samolyotda kirib borsangiz, bor yo'g'i 480 dollarlik tovarlarni bojsiz olib kirishingiz mumkin. Yoki avtomobilda, piyoda yoki poyezdda kirib borsangiz, bor yo'g'i 300 AQSh dollar qiymatidagi tovarlarni bojsiz olib kirishingiz mumkin. Turkiyada ham xuddi shunaqa holat. Masalan, samolyotda kirib boring, 480 dollar miqdoridagi tovarlarni o'zingiz ehtiyojingiz uchun bojsiz olib kirishingiz mumkin. Xitoyda ham bu raqam 722 AQSh dollarini tashkil qiladi. Endi xulosa qilaveringki, har bitta davlat demak qaysidir ma'noda tadbirkorlarni himoya qilishga harakat qiladi, o'zini ichki bozorini himoya qilishga harakat qiladi. Buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Masalan, mana kuryerlik jo'natmalari orqali ham bojsiz olib kirish me'yorlarini qarangda. Xitoy Temu deymiz yo boshqa har xil elektron tijorat rivojlanayotgan bir paytda Xitoyda ham 288
288 AQSh dollari miqdoridagi tovarlarni kuryerlik jo'natmalari orqali olib kira olasiz, xolos, undan ko'p emas. Koreyada bu 150 AQSh dollari yoki Gruziyada 125 AQSh dollari, Ukrainada 100 yevro, Buyuk Britaniyaga qarasangiz 188 AQSh dollari. Shuning uchun bularning hammasi jahon standartlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirildi. Mashalloh. Keyin yana o'z o'rnida bitta savol berib o'tay. Mana chetdan ko'p telefon zakaz qilib olib kelishadi. Hozir mana telefonimizning narxi 200 dollardan ziyod bo'lsa, aytaylik, 250 dollarga bitta telefon olib kelishyapti deklaratsiya to'ldirishda. O'shanga qanaqa bo'ladi shu tartibi? Endi qarang, kuryerlik jo'natmalar orqali agar telefon kelayotgan bo'lsa, uni summasi aytaylik 250 dollar, lekin sizda imkoniyatingiz bor 200 AQSh dollargacha bojsiz olib kirish. Mana shunday holatlarda shuning ortiqcha qismi bojga tortiladi. Ya'ni 250 dollarlik telefon bo'lsa 200 dollar chegirib tashlanadi va ana o'sha 50 dollardan bojxona to'lovi, yagona bojxona to'lovi hisoblab beriladi. O'shani to'lab olib kelib ketaverishadi. Qarang, 30% to'lashadi. Bo'ldi. Keyin yana menda оформление uchun qandaydir qo'shimcha pul to'lanadimi, yo'qmi? Misol uchun biz katta yuklar olib kirganimizcha, demak tushundim, bojxona rasmiylashtirish uchun alohida yig'im to'lanadi. U alohida yig'im. Uni to'lovini ayta olmaysizmi qancha? Yo'q, hozir menda ma'lumot yo'q, lekin bu 1018 orqali qaytadan telefon qilib yoki bo'lmasa elektron tijorat tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postimiz bor. Hozir endi aniq, chunki bojxona rasmiylashtirish bo'yicha yig'imni stavkalari turlicha, ba'zilari masalan 75 ming so'm. Shuning uchun bunda hozir ma'lumot yo'q menda. Bo'ldi. Men so'rab, aniqlik kiritib, xudo xohlasa nasibsa aytaboraman. Rahmat, ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Boringizga shukr. Kuningiz xayrli o'tsin. Xalqimizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Boringizga shukr, rahmat sizga. Kommentariyaga tushib turib bilaman negativchilar boshlaydi. O'zbekiston bunday deb. Bunday deyishga shoshilmang. Haqiqatan ham xodimimizni aytishlariga qaraganda o'zimizni O'zbekistondagi ichki tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash asosiy maqsadim va men bu gaplarga haqiqatan ham ishondim. Tepadagi audio zapisdan agar to'g'ri, yaxshi uncha tushunmagan bo'lsangiz, men jaydarcha qilib tushuntirib aytib beraman. Oldin samolyot orqali agar siz biron chetdan uchib keladigan bo'lsangiz, 2000 dollargacha o'z ehtiyojingiz uchun, e'tibor bering, o'z ehtiyojingiz uchun 2000 dollargacha bojxona to'lovlarini to'lamasdan olib kirishingiz mumkin edi. Endi esa narx 2000 dollardan birdaniga 1000 dollarga tushirib qo'yishdi. Bu limitni samolyot orqali kirib keladigan bo'lsangiz, ikkinchisi temir yo'l orqali kirib keladigan bo'lsangiz, oldin 1000 dollar edi, buni esa 500 dollarga tushirib qo'yishdi. Mashina va piyoda o'tadigan bo'lsangiz, oldin 300 dollar edi, bu ham o'zgarishsiz 300 dollar qoldi. Kuryerlik xizmatlari asosiy mana shu joyi, kuryerlik xizmatlari orqali bir chorakda oldin aytaylik 1000 dollargacha bojxona to'lovlarisiz olib kiradigan bo'lsak, hozir esa bu to'lov bir oyga 200 dollarga tushirishdi. Ha, mayli, aytaylik biz olib kirayotgan mahsulot asosan kuryerlik xizmatlari orqali hozir ko'p kishi foydalanyapti. Mana chetdan Globing, Mist va shunga o'xshagan boshqa kuryerlik xizmatlari bor. Ular shundan foydalanib kelishyapti. Aytishingiz mumkin, ular tan narxini qanday biladi? Juda ham oson. Baza bor, u bazada terishadigan bo'lsa, oxirgi marta kim qancha narxda olib kirganligini u baza orqali ko'rsatiladi va aytaylik sizga 200 dollar limit berilgan, 200 dollardan 300 dollar o'tib ketdi deylik, 300 dollar bo'ldi. Sizda 200 dollar limitingiz bor, 100 dollardan siz 30% bojxona to'lovini to'laysiz va bojxona rasmiylashtirish uchun 75 ming so'm pul to'laysiz. Aytaylik, yana siz misol uchun kuryerlik pochta orqali Taobao yo boshqa narsadan buyurtma qilmadingizda, siz telefonda o'zingiz bilan chetdan olib kelyapsiz. Mana shu joyda ham yana e'tibor berishingiz kerak. Aytishingiz mumkin, bizda chegara mana yaqin Turkmaniston yoki bo'lmasam Qozog'iston yoki bo'lmasam Tojikiston bor. Mana shunday chiqamanda telefonimda emekadan o'tkazishim mumkin deb. Yo'q. Shunday chegarani chiqib qaytib kiradigan bo'lsangiz, o'zingiz bilan hech qanday boyagi limitlardan foydalana olmaysiz. Chunki 2 kun va 3 kun temir yo'l orqali bo'ladigan bo'lsa 3 kun, samolyot orqali bo'ladigan bo'lsa 2 kun o'sha uchgan davlatingizda bo'lishingiz kerak. Aytaylik, siz Xitoyga uchdingiz, Xitoyga uchib birdan qaytib kelsangiz, sizda o'sha 1000 dollar berilgan limitdan foydalana olmaysiz va
lekin 2 kun turib keladigan bo'lsangiz, o'sha bemalol limitingizdan foydalanishingiz mumkin. Demak, moshinda o'tdingiz Tojikistonga, Tojikistonga o'tdingizda va u yerda aytaylik sovg'a salomlar bilan yoki bo'lmasa bitta telefon olib turib arzonroq yoki Qirg'iziston yoki Qozog'istonni birdaniga qaytadigan bo'lsangiz, u telefonda to'liq pul to'laysiz. Chunki u haqiqatan ham tijorat maqsadida deb topiladi. Tushunarlimi? Tushunarsizmi? Chunki puxtalar borda, shuni o'tamiz, shuni qaytamiz deydi-ku. Unday bo'lmaydi-da. 3 kun turish kerak o'sha yerda. Demak, 3 kun chegaradan mashinada o'tadigan, piyoda o'tadigan bo'lsangiz, 3 kun o'sha yerda istiqomat qilasiz va qaytib keladigan bo'lsangiz, keyin o'sha qo'lingizdagi telefoningizni Amerikadan bojxona to'lovlarini to'lab, agar ziyod bo'ladigan bo'lsa, keyin bemalol ro'yxatga o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Agar Amerikani qanday qilib ro'yxatga o'tkazish kerak haqida video kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda marhamat silkamiz bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Aytaylik, siz yana kuryerlik xizmatidan foydalanyapsiz-da, telefon emas, boshqa narsa olib kelyapsiz. O'z ehtiyojingiz uchun, ishlab chiqarishga emas, aytib qo'yapman. Agar o'sha narsa o'z ehtiyojingiz uchun emas, ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'ladigan bo'lsa, unda marhamat yana 30% bojxona to'lovini to'lab olasiz yoki bo'lmasa oldi sotdiga deb topiladigan bo'lsa, pul to'laysiz. Demak, chetdan aytaylik, siz bir kolonka buyurtma qildingiz yoki bo'lmasa kompyuter buyurtma qildingiz va u yerda bazadan xodim tekshiryapti va aytayapti sizga $1000 bazadan o'tgan ekan, marhamat 30% ni to'lagin. Yo'q deysiz siz, men $1000 sotib olmaganman, mana bunchaga sotib olganman deydigan bo'lsangiz, marhamat isbotini, dalilini ko'rsatasiz. Keyin sizda Taobaoda yoki bo'lmasa Alibabada shu to'lov qilganingiz haqida ma'lumot bo'ladi. Agar u ham yetmayotgan bo'lsa, vizangizdan o'sha exchange deydi, obmen qilasiz va vipiskasini oladigan bo'lsangiz, bojxona xodimiga taqdim qilasiz. Ba'zidagi $1000 narx emas, aytaylik siz $500 ga olgan bo'lsangiz, $500 dan bemalol siz o'sha 30% ni to'lab olib kirishingiz mumkin bo'ladi. O'sha isbot tariqasida o'tadi. Aytishingiz mumkin, Akmal, men deklaratsiyada misol uchun $200 dan past ko'rsatyapman deb turib. Bojxona xodimlari ham xom odamlar emas, ular ham bemalol internetda foydalana oladi. Shuni kirib turib, aytaylik, misol uchun Redmi Note 14 Pro telefonini siz $200 yozib qo'yibsiz, $200 yozib qo'ygansiz, lekin u aslini olganda $300. U ham biladi-da, marhamat $300 o'tgan ekan deydi yoki bo'lmasa isbotlab ber deydi. Keyin siz ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi haqiqatan vizadan vipiskangizni yoki bo'lmasa Taoboda qilgan orderingizni. Xullas, keyin baribir to'lashingizga majbur bo'lasiz. Yo'q, menga sovg'a qilib yubordi desangiz ham farqi yo'q. Sovg'a bo'lgan taqdirda ham baribir $200 limitingizdan tashqari, aynan kuryerlik xizmatlar haqida gapiryapman, 30% ni to'lashingiz kerak bo'ladi. O'zbekiston qisib tashlabdi, umuman uje ish qilib bo'lmay qolibdi deydigan bo'lsangiz, unda emas. Marhamat Akex Cargoga murojaat qiling. Yukingiz 10 kilodan oshadigan bo'lsa, marhamat mana bu yerda videolarni ko'rishingiz mumkin. Mahsulotlarning 1 kilosini naqd rastamoshka hamma narsasi ichida $2.5 dan olib kelib berganmiz. Agar kanalimizda birinchi marta bo'ladigan bo'lsangiz, yana bir marta takrorlab o'taman. Bizning kargomizda mana shu kolonkani o'zidan siz bemalol 100 ta zakaz qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa aytaylik, mana shu futbolkadan 2000 ta zakaz qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu seriyalar cheklanmagan, soni bemalol qancha ko'p zakaz qilsangiz, buyurtma bersangiz, bizning kargomiz orqali narxi shunchalik tushadi. Oxirgi marta mana shu kiyimlarni 1 kilosi $5 dan olib kelgandik, press qilib. Rastamoshkasi hamma narsasi ichida edi. Faqat hozir mana siz kuryerlik xizmatlaridan foydalanayotgan bo'lsangiz, ularda aytaylik 10 kunda keladigan bo'lsa, bizda sal uzoqroq 15, maksimal hozircha 30 kunda kelyapti. O'rtacha 15-20 kunda kelyapti. Gapimizning isboti mana kargo kanalimizga kirib, necha kunda kelganligini biz ko'rsatib o'tganmiz. Akmal, yo'q, men qo'rqyapman, sen o'zing zakaz qilib bergan desangiz, marhamat, bemalol gap bo'lishi mumkin emas. Biz sizga istagan turdagi telefonlaringizni buyurtma qilib berishimiz mumkin. O'shaning ichida bojxona rasmiylashtiruvlari ham kiradi. Faqat bizni kargo orqali emas, aynan kuryerlik xizmatlari orqali keladi, samolyot orqali, chunki bizning avto telefonlar esa avio orqali keladi va biz sizga o'sha to'liq rasmiylashtirib berib, oxirgi rusumdagi telefonni o'zingizning nomingizga, shaxsan o'zingiz nomingizga olib kelib beramiz va siz hech qanday muomalasiz borib turib bemalol Amerikadan ro'yxatga o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi.
Bitta telefonda emas, boshqa narsalarni ham. Mana bu yerda videomizda ko'rishingiz mumkin. Klientlarimizga biz katta-katta ishlab chiqarishga mo'ljallangan uskunalarni va yoki bo'lmasam mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin, bemalol olib kelib beryapmiz. Faqat bu yerda o'zingiz buyurtma bermasdan bizning xizmatimizdan foydalanadigan bo'lsangiz, xizmatimizning narxi 15% ni tashkil qiladi. Eson-omon qo'lingizga yetkazib beramiz. O'ylaymanki, videomiz sizga manfaatli bo'ldi. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, izohlarga tushib turib, Akmal aka, rahmat, respekt desangiz yoki bo'lmasa bir chiroyli duo qo'ysangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Chunki bu videolardan bizga YouTube hech qanday pul to'lamaydi. Xalqim ilm deb yonib yashayapmiz. Albatta o'zimizni kargomizni ham reklama qilib ketdik, manfaatli bo'ladi hammaga. Men o'ylaymanki, ko'p kishi bilmaydi bizning kargomiz haqida. Shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, pastda izohlarda yetib keldim. O'z fikrlaringizni qoldirasiz va keyingi videolarimiz aynan siz xohlagan tarzda bo'lishi mumkin. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasida keyingi dasturda uchrashguncha xayr.